Xo'p, hozir masofada muolaja qilinganda nima bo'ldi? Endi ovoz kelyapti. Ushib tushdim joyimda. Sakrab tushdingiz, a? Seskangan joy yo'q, yotib qulog'imga siz aytgandek telefon tutib yotibman. Telefonim tushib ketdi даже. Sakrab ketdingiz, a? Ha, O'sha titroqlar bo'ldimi? ozgina. Xo'p, qizishlar-chi? Qizishlar to'xtadimi? Ha, qizishlar shu to'xtadi. O'zingiz qanaqa his qilyapsiz? Eng xotirjam bo'lib qoldingizmi? Ha, Allohga shukr, yaxshiman. Og'riqlar yo'qmi? Yo'q. Hozir 1 minut. Sizlar ushbu qasida kanalimizga like, podpiska, obuna bo'lib qolinglar. Ushbu bemorlarga yetib borsin. Uzoq masofadan ushbu qizdirib, o'sha kasalni o'sha muolaja qilish. Muolajalar. Odam qo'lini o'sha qattiq og'riyotgan bo'lsa, qo'li bilan shu joylarini ushiydi, yuraklariga ushiydi. Qattiq og'riyotgan bo'lsa, o'sha uzoq masofadan aziz do'stlar muolaja qilgan paytda o'sha qattiq og'riyotgan bo'lsa, qatida og'rib bo'layotgan, qatida esa bezovta bo'layotgan bo'lsa, o'sha qo'lini o'sha joyga qo'yadi, yuragiga matkan boshni qo'yadi. O'sha paytda qo'ygandan keyin o'qilgandan keyin o'sha muolaja qilingandan keyin tana qizish boshlaydi. Qizib turib, terlab shunaqa otilishlar, qusishlar, qayt qilishlar va og'riqlar oyoq qo'ldan chiqib ketish boshlaydi. Aziz do'stlar, like, podpiska bo'lib, bemorlarga yetkazib qo'yinglar.